Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib borayotgan akalar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Yaqinroq olib keling aka kamerani. Patagonia shaftolisi. Mana bugun hayit bayramlari hammaga muborak bo'lsin. Hayitga mana yetilib pishdi. Bir shoxli qilib tarbiyalangan, holati o'ta go'zal, original Patagonia shu bo'ladi. Uchi ichiga qaytgani. Bleska shaftollarning ichida eng chiroyli holatdagisi bo'ladi. Buni sxemasi 4 ga 3 bo'lgan, orasiga bitta gilos ekamiz. Kamerani yaqinroq olib keling. Ham ardi holatiga bittadan like bosib qo'yasizlar. Buni ko'rsatishimizdan maqsad sochli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Buni qarang aka. Bemalol kuz oyiga aloqaga chiqaverasizlar mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 dona shoxida 20 kilo, 20 dona mevasi bor. Bu degani kamida 4 kilo hosili bor. Buni qarang. Daraxt yoshi ko'rib turganlaringdek 3 yoshda. Ko'rsatishimizdan bizni doimgi maqsadimiz ishonchli ko'chatlarni ko'paytirganimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar. Patagonia sortidan boq qilaman degan tanishlarga bu videoni ulash esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Mana holat, ichida mevani qaranglar buni.